25. sual. La ilahe illallah'ның şartlarından aytqanida rastçıl bo'lishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Bismillah, alhamdulillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi diqtinlağa İmam Hafiz el-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol javoblar kitobidan İslam asoslari babida 25. savol. La ilahe illallah'ның şartlaridan aytqanida rastçıl bo'lishning Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar degan savoliga javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. 25. savol. La ilahe illallah'ның şartlaridagi aytqanida rastçıl bo'lishning Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar? Javob. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda Sura Ankabut 1. ayetidan 3. ayetigacha mundaq deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Tercümesi Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman ettik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rastçılarını çokum bilidi. İmanida yalğancılarını mı çokum bilidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mındaq deydi. Bir bende chin qalbidan rastçılıq bilan bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yok ve Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisi deb guvohlik berse, Allah onunğa devzakni haram qiladi. Buxoriy rivoyat qilgan. Yeni bir hadisda mundaq kelgan. Necidlik çaşları paqpaygan bir kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishig'i keldi. Biz onun pichirlagan ovozini angladik. Lekin nima deganligini tushuna olmadik. U Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishig'iga yaqin keldi. O aslida islom haqida so'ragan ekan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem islom bir kech kunduzning ichida 5 vaqt namoz o'qishdir deb javob berdi. U men o'qiydigan u namozlardan boshqa namoz bormi deb so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yo'q. Agar o'qiyman desang nafl namoz o'qig'in dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana İslam Ramazan ayının bir ay rozasını tutuştur dedi. O adam bana onundan başka rozamı var mı deb so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yo'q. Tutay desang nafl roz tutgin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa zakat mı İslam'ның qatoridan deb so'zlab bergan edi. O kishi onundan başkası mı var mı deb so'radi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yo'q. Berey desang sadaqa bersang bo'ladi dedi. Andın o kishi Allah'ның nomi bilan qasam qilamanki men buningda ortiqmi qilmayman, kammi qilmayman degan peti orqasiga yenib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u rastçıllıqını ve sadaqatini o'ttirg'i qo'ysa nijot topadi dedi.
birlikka kelgan hadis. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidalari haqida savol-javoblar kitobidan 25-savol. La ilaha illallohning shartlaridan aytganida rostchil bo'lishning Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.